Bugun shot meni hisobimdan. O'rtoq, yaxshimisan? Yaxshimisan? Charchamadingmi? Ha? Ertalabda boqma qilasan? Sen meni yaqinimsan. Senga yomonlik intilamayman. Ochiqroq gapir. Kecha bolalar bilan choyxonada o'tiruvdik. Ikrom san haqingda yomon gaplar gapirdi. Chestingga tegadigan. Abbos, bu gaplaringni borib boshqaga aytasan. Ikromni men juda ham yaxshi taniyman. U meni qiyomatligim. U meni sha'nimni himoya qilishi mumkin, lekin orqamdan hech qachon gapirmaydi. Menga shunaqa gaplarni gapirib yana kelsang, men o'zim seni xafa qilaman. Kirisa. Ko'rishamiz bo'lmasin. Bo'ldi, ishlaringni bitirib olar. Ulug'bek. Hey, Ikrom. Bo'pti, mayli, qo'yaver. Qancha kerak? Qatdan bilding? Yaramas. Qara, yonimda bori shu. Amallab tur, xo'p? Anga qara, ichingdagi qatdan topasan, ha? Men sen bilan shunchaki do'st emasman. Men sen bilan qiyomatda ham do'st bo'lish uchun do'stlashganman. Hozirgi kunda eng qiyin narsa bu haqiqiy do'st topish. Bilasan? Sen bilan suhbatlashsam mazza qilaman, o'rtoq. Yengil tortaman. Bu dunyodagi hamma dardlarimni unutaman. Iloyim oqibatimizga ko'z tegmasin. Sizlarda ham har doim oilada turadigan, gaplashsanglar mazza qiladigan do'st bormi? Xuddi o'shanaqa do'stlarga jo'natib qo'yamiz. Hammalarga ahil do'stlar nasib qilsin.